Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Mana bu 4-variant 10-savol yechimini boshlaymiz. Bizda 10-savolda aytilgan DNK va RNK, DNKning bitta zanjiridan RNK sintezlangan degan. DNKda timinlar soni 30 ta degan. O'sha zanjirda sintezlangan informatsiya RNKda deyapti, adenlar 30 ta bo'ladi. DNKda sitozinlar soni 15 marta ko'p degan. Ya'ni timindan 15 marta ko'p degan. Ya'ni 30 ni 15 ga ko'paytiradigan bo'lsa, 450 ta bo'ladi. 450 ta sitozin bo'lsa, RNK guanin ham 450 ta bo'ladi. Informatsiya RNKdagi sitozinlar soni DNK zanjiridagi timinlar sonidan 4 marta ko'p degan. 30 ni 4 ga ko'paytirsak 120 bo'ladi. Sitozin 120 bo'lsa, guanin ham 120 ta bo'ladi. Demak, uchalasi 4talasi 100% desak, bizda informatsiya RNK umumiy zanjirning uratsil degan 20% ni tashkil qiladi. Demak, adenin, guanin, sitozinimiz 80% tashkil qiladi. Yig'inda 600 tamiz 80% bo'lsa, 20% topib olsak, 150 ta uratsil bo'ladi. 150 ta uratsil bo'lsa, 150 ta adenin bo'ladi. Demak, bitta zanjirda 4tasini qo'shib chiqsak, 750 ta, bu zanjirda ham 750 ta bo'ladi. DNKda jami 1500 ta nukleotid bor ekan. DNKdagi qo'sh zanjirdagi pozitiv bog'ni hisoblang degan. Demak, bitta zanjirdan pozitiv bog' bitta ekan bo'ladi, ikkita zanjirdan esa ikkita ekan bo'ladi. 1500 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 1498 ta bo'ladi. Javob D varianti.